Xitoyga qartilgan siyosat va iqtisodining aniqlik va mujmalligi. Amerikaning Xitoyga qartilgan siyosat va strategiyasidagi aniqlik va mujmallik. Birinchi, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 2022 yılı 5-26 kuni George Washington Universitetida Amerika hükümetinin Xitoyga qartilgan siyosati haqida muhim nutq so'zladi. O George Washington Universiteti bo'lsa, Washingtonga joylashgan, yuqori baholangan va federatsiya hududigarlik tadqiqoti universiteti. Amerika'nın əməldarları Muşi Üniversiteti'de nurgun devlet siyasetlerini bayan kıldı. Blinken'ın bu nutq sözü Amerika'nın Xitoyga bo'lgan siyasetini asasen yakunladı. Blinken'ın sözünün asasi mahiyeti bo'lsa, Xitoy bilan hamkorlashganda bütün kuchi bilan hamkorlashish, raqobatlashganda bütün kuchi bilan raqobatlashish. Amerika ovozining xabar berishicha, Blinken bu nutq so'zda shundoq degan. Rossiya prezident Putin qo'lgan Ukraina urush davomlashayotgan paytda Amerika xalqaro tartibdagi eng ig'ir va eng uzun raqobatga diqqatini davomli markazlashtirdi. Bu raqobat naq Xitoydan keldi. Beijingning maqsadi 75 yil burun 75 yil buyon dünyanın ilgirilishini saqlab kelayotgan dünya qimmat qarshini buzmoqchi. Blinken sözünü davomlashtirib shundoq dedi. Biden hukumati umumyuzlik strategiyani taraqqiy qilyotidi va amallashtiryotidi. Amerika o'zining davlat kuchi, ittifoqdosh va hamrohlari bilan bo'lgan tangdoshsiz munosabatidan foydalanib, Amerika qo'g'lashayotgan kelgusini amalga oshirishga tirishayotdi. Amerika to'qinish yoki yeni so'roq urushni izlanmadi. Aksincha bu ikki nutqdan saqlanishga kuch chiqaryapti. Amerika Xitoyning bir kuchli davlat bo'lish sifatida rolini joriy qildirishga to'sqinlik bo'lishni izlanmaydi. Xitoyning har qanday davlatlar bilan iqtisodiy munosabatini kuchaytirishga va xalqning manfaatini ilgari surishga to'sqinlik bo'lmaydi. Lekin Amerika tinchlik va bexatarlikni, shaxsiy va davlatning egilik huquqini, Amerika va Xitoyni o'z ichiga olgan barliq davlatlarning o'rtaq mavjudligini va hamkorligini aks etadigan xalqaro qonun, kelishim, tanqid va organlarni qo'g'daydi va kuchaytirdi. Blinken so'zida shundoq dedi. Xitoy partiyasi Xitoyni taraqqiy qildirgan bu xalqaro qonun, kelishim, prinsip va organlarni kuchaytirish va gullantirish bu yoqda tursin, akchi ziyonkashlik qilmishlarni qo'llandi. Xi Jinpingning yetakchiligidagi hokimiyat yurgizayotgan Xitoy partiyasi davlat ichida texmo mustabid bo'lib, davlat sirtida texmo hujum qilish xarakteriga ega bo'ldi. Blinken so'zda shundoq dedi. Amerika hargiz Beijingga qarab o'zining taraqqiy qilish yo'linishini o'zgartmaydi. Shuning uchun Amerika Beijingning to'rt atrofida strategiya muhit yaratib, ochiq va singdirishchan xalqaro sistemasini ishga oshirdi. Harbiy quryapmiz degan gapda. Shuningga ishonamanki, Blinkenning gapi davomlashyapti. Shuningga ishonamanki, oldimizga 10 yil hal qilg'uch davri. Amerikaning davlat ichi va dunyodagi har qaysi davlatlar bilan qo'llanadigan harakatlari Biden hukumatining mablag' silish, ittifoqlashish, raqobatlashishni markazlashtirgan strategiyadan iborat. Amerika davlat ichidagi raqobat kuchi, yenilik yaratish kuchi va demokratiyadan tarkib topgan amaliy kuchiga mablag' soladi. Amerika Xitoy bilan raqobatlashib, Amerikaning manfaatini qo'g'daydi hamda kelgusida boylikni yaratadi. Menda bu Blinkenning mushu so'zi asosiy Amerikaning diplomatiyasini tushundirdi. Bu so'zini anglagan Uyg'urlar nayt oz. Shuning uchun men bu so'zning asos nuqtasini bu yerda tarjima qildim. Amerikaning diplomatiyasini tadqiq qilishda mana mushu so'zi nayt muhim rol o'ynaydi.
Lincoln'ın bosuluşunu mühim neslerini bir şey işlerine döpmedim siyaseti. Resim 13'e kep koyamsınız. Adette Uygurlar körenmeydiğen, dikkat kılmaydiğen tıl cihetten, cihetten, sebepten, vakt cihetten kılamaydiğen neslen ben imkan etmesiyle yetkilip bereydi. 2022 5. ayının 2022 yılı 5. ayının 20. günüden 24. günce Biden Yaponiyada ziyaret bulgan mezgilde Amerika Tayvan'ni müdafaa qilish harbiy ishlarga aralashadi degan en yeni isbotini bildirdi. Amerika'nın Tayvan meselesinde uzundan bu yan Çin turib kelgan stratejik g'ualliqni buzib tashladi. G'ualliq ambiguity deydi İngilizce. Bu hazırgacha Amerika prezidenti Xitoyga bergan en aniq signal. Aksaray Amerika'nın yanıla bir Jungo siyasette Çin turduğanlıqını tekrarlayotgan bolsa-mu, Biden'ın bu qitimqi so'zi Biden yoki Washington tadbir belgilash qatlamining haqiqiy o'yini aks etadi. Men Amerika'nın Tashqi ishlar ministrligining to'rga kirib baqsam, izlanib baqdim. To'g'ri kirib baqsam, to'rdan Tayvan Xitoyning bir qismi Tayvan'ın müstakilligini qo'llamaymiz qatorliq muhim bayonlarni yuyib etibdi. Yo'qki azotni burun batdi. Hamda bir Jungo degan bayonning yiniga Tayvanga qartilgan 6 turli kapolatni qo'shib qo'yibdi. Buningdan Biden hukumatining Xitoyga qartilgan siyosatlari texmo hujum xarakterlik ekanligini bilalaymiz. Buningdan Biden hukumatining bir Jungo siyosatini hatto Tayvan bo'g'zining hozirgi ahvolini bir taraflimilik o'zgartganligini bilalaymiz. Amerika hukumati bir Jungo bayonni yuvitishi va Biden oshkora harbiy ishlar bilan Tayvanni qo'g'daydiganligini bildirishi Amerikaning Tayvanning Xitoyga tava ekanligini e'tirof qilmaydiganligini bildirganga barobar. Amerika hukumati Tayvan meselesini Ukrayna tipdagi masalaga yetaklab, Xitoyni teriktirib va quturtirib, Xitoyni cheklash, qo'rshovga ilish va quritish strategiyasini yurgizyapti. Trump davridan boshlab Amerika hukumati Shangang va Sharq Turkiston masalasida G'arb ittifoqdoshlarini boshlab Xitoyga davomli qiyinchilik vaziyatni tug'dirdi. Yana savdo urushini qo'zg'adi. Bu usullar Xitoy muhitini nacharlashtirgan va iqtisodni quritishga boshlagan bo'lsa-mu, unumi cheklik bo'ldi. Xitoyga ig'ir zarba berish darsi yetarli bo'lmadi. Shunga Biden hukumati taktikni o'zgartirib, Tayvan masalasiga diqqatini juglab, Xitoyga texmo qattiq zarba berishni o'ylashayotgan bo'lishi mumkin. Rasm 14 ga kelib qo'ying. İkinci, Amerika Avam Palatası'nın reisi Nancy Pelosi 2028 yılı 8. ayının 2. günü Tayvan'ı ziyaret kılışı Xitoyni 4 taraftan şermende kıldı. Birinci, Xitoyning qo'rqitish tahdidi ostida dunyoda Tayvanga bo'lgan ko'ngil bo'lishni kuchaytirdi. Ikkinchi, Xitoyning har xil to'sqinligi Nancy Pelosining biz Tayvanga bergan va'dadan hargiz voz kechmaymiz degan fikrini muvaffaqiyatli dunyoga yetkazishda aktiv rol o'ynadi. To'sqinlik qilgan sari bu texnik tashviqot o'tgan. Uchinchi, Xitoyning Nancy Pelosiga qilgan tahdidi g'arb ellarining qattiq ayblashiga uchirdi va xalqaro jamoatning Tayvanni qo'g'dash jiddiyligini oshtirdi. Bloomberg agentligining Nancy Pelosining Tayvanga qilgan ziyorati xalqaro jamiyatini aniq pozitsiya bildirdigan paytga aylantirdi deb bahodir. Shunga nimda baho bersa deyishga majburladi dunyo.
2028 yıl 8. ayın 3. günü G7, İngilizce G7 deydi, Uygur G7 deyimiz. Kanada, Fransa, Germaniya, İtalya, Yaponiya, Uygur G7 de okuymuş ko deymi? G7, İngilizce G7 deyimiz. G7'nin küne G7'nin G7 Xitayning tahdidiga dikkat qilganligini e'lon qildi. 4-chi Xitayning urushqa siyosatining mag'lub bo'lganligini bayon qildi. Nancy Pelosi 2022 yili 8 ayın 3-gacha Washington Posta gazeti Washington Post men nima uchun parlamenti vakillar umikini boshlab Tayvanga ziyorat qilman degan maqolada shunday yozdi. Xitoyning intayin nachar bo'lgan kishilik huquq xotirasi va qonun orqali idora qilishga sal qarshi davomlashyapti. Bizning bu qitimqi safarimizda dal dunyo mustabid ve demokratik tanlashga duch kelgan paytda Tayvan demokratiyasini qo'llaydiganligini yetkazdi. Rasm 15 ga kelib qo'ying. Atvan.